Ki Hazarastımızda yolunu tazalap, yuvup tazalap sıradan maşı yok ekan. Şu maşinni Hazarastda bir şu nemzeyine berdiler. Xudo xolasa 15 avgust günü geladi. Yollarını sıyırıp yuvup sıyradı. Acayip. Yuvadı, su sepedi sıyradı. Hazarastda bo'lmagan yemeyen şu vaqtgacha. Yok edebiyatı. Biga yatib. Keyingi nemiz men taklif berdim. Inazi Urganch Xiva O'zbekistonda birinchi pulli yo'l qurilib turibdi Xorazmda. Urganch Xiva Xudo xolasa mustaqil bayram yashashi deb turibdilar. Bu bizning faxrimiz, boshqa turistlar yap turibdi. Haqiqatan bu Xorazm rivojlanishi uchun zo'r ina rahbarlarimiz ham prezidentimiz hamma katta rahbar birinchi Xorazmdan boshladilar. Bu biz haqiqatan Fakir to'y olsun o. O'zbekistonda bir eng chekka viloyati Xorazmdan boshladilar shuni. Urganch Xiva. Endi shuni men taklifini berdim. Urganch, Hazarast, Pitnak shaharlar aro pulli yo'l quringlar. Bizda ham shu Urganch aeroportdan shu chiqqan odam Hazarastning markazina bozor 30 minutda kelsin. Ya Pitnak shahri hokimiyatidan kelgan odam Urganch aeroportda bir 45-50 minutda borsin. Hozir 1,5-2 soat yo'llarimiz probka, ayrim qismlar ta'mirtalabdan bo'lib, hozir yana ta'mirlash ishlari boshlanadi. 3-4 yil boshqa ne bo'ladi-ku? Men aytchakim, keyin u komitani raisini o'rinbosari aytdi, Inomjon da dumzo'r taklif dedi. Dumzo'r dedi. Buni pulni emas, kerak bo'lsa sizlarga dedi, tekin yo'l qurib beramiz dedi. Sababi Hazarast tumani Pitnak shahrining doğrudan-doğru viloyat markazi bilan bog'liqdan yo'l yo'q ekan. Kartani qaradik, ochdik. Bu Bog'ot tumani orqali aylanib boriladi ekan. Ichki yo'llar Bog'ot tumani orqali. Asli bu Hazarastning inazi Poskay baland ko'piri bu Xanqa tumanining Poskayni doğrusi ekan. Qarang, shunchalik aylanib biza boshqa yo'l o'tib bu Bog'ot tuman markazi Xiva Yanariq liniyasida joylashgan tuman markaz. Biz aylanib arqa liniya o'tadi ekanmiz-da. 12 kilometr qisqaradi ekan toza yo'limizni ishlab tushsa. Acayip. Shuncha yo'l bosib o'tadi ekan. Havo bordi keldi 25 kilometr prosta biza havoda yuriydi ekanmiz. Aylanib o'tamiz. Aylanib o'tadi ekanmiz. Keyinda to'xtadi, sizlarga dedi eski Hazarast yo'li bor dedi. Bog'ot tumanining O'zrabat qishloq kommunadan kirib ketib, Xanqa tumani Olajidan chiqadan, yana Bog'ot tumanidan Lelin deydi, ana shu joyi bor qana. Ana shu yerdan kelsa, shu eski Hazarast yo'lini dedi, sentyabrda ta'mirlab beramiz. Kilometringiz 10 kilometr qisqaradi. Hozircha bu yo'ldan foydalanasizlar, keyin mana uni loyihalashtirib 2030-yilgacha doğru bu Hazarast Bog'ot Xanqa tumanlarining sovxoz atov tarafidan yuriydi ekan. Keyin Polon kanali ustidan ko'pir qurilib Hazarast Bog'ot Xanqa tumanlar markazidan chiqqanda avtomobillar yoki boshqa viloyatdan kelib, doğru qo'shilib ketar ekan betonga. Yo'l Loyiha zo'r. Zo'r loyiha. Pitnakdan Urganchga botirgan odam 20 kilometr yo'l qisqaradi ekan. Hozir Pitnak shahridan Urganch aeroportigacha 85 kilometr ekan. Men taklif etib turganlarga esa 60 kilometr. Bordi keldi 40 kilometr yo'l qisqaradi. Svetofor yo'q bo'ladi, aholi punkti yo'q bo'ladi. Tasavvur qiling.